$137,000 180 kvadrat xonadon, 3 sotixli hovli, tayyor kirib yashash uchun hamma sharoitlari bilan joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Kichik Ittifoq Ibn Sino taxti bozoridan 3 kilometr kirganimizda Uglovoyda joylashgan xonadonimiz. Kiraverish asosiy eshigimiz, kirdik bu tarafda yozgi oshxonamiz qilingan, tashqari tarafli uchun sanuzel, bu yon tarafimizda bo'lsa kiraverish darvozamiz avtomatik darvozalargacha o'rnatib qo'yilgan. Eshikni tashqarisiga bitta mashina qo'ysa bo'ladi, hovlimizning ichiga bo'lsa navesdan kirganda ikkita mashina yana bemalol qo'ysa bo'ladi. Chiroyli landshaftni yashil maydonli qilingan, ichlarida ham holati yaxshi, bemalol kirib yashasa bo'ladigan sharoitlari bor. Qisqa bitta ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa klassik remontda bitgan 2 qavat, birinchi, ikkinchi qavat. Birinchi qavatimizning o'zida bitta yotoqxona, bitta oshxona, bitta zal, tepada bo'lsa bitta zal va ikkita yotoqxonalarimiz joylashgan. Narxiga juda zo'r xonadonimiz. Uglovoy, ro'paramiz bog', ro'paramizning zo'r tarafi qo'shni yo'q, mana bunaqa ko'rayotganingizdek teraklargacha ekib qo'yilgan. $137,000 startviy azgina o'tib beradigan joyi bor. Primoy joyi egalarining telefon raqamlari videoni описаниесida.